O'zbeklar uchun kutilmagan yangilik. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Zararli odatni yo'qotish istagi fojiaga va qamoq jazosiga aylandi. Samarqandda qarindoshini o'yinbozlikdan qaytarish uchun urib o'ldirgan aka-ukalarga hukm o'qildi deb xabar bermoqda Oliy sud matbuot kotibi Aziz Abidov. Ma'lumotlarga ko'ra, voqea 20-iyun kuni sodir bo'lgan. 29 yoshli mahalliy fuqaro qimor o'yinlari va onlayn garov o'yinlaridan aziyat chekkan. Erkakning qarindoshlari uni jazolash va zararli odatlardan qaytarish uchun jabrlanuvchini daraxtga bog'lab, elektr kabel bilan kaltaklashgan. Oqibatda erkak olgan tan jarohatlari tufayli vafot etgan. Marhumning rafiqasi erkak haqiqatdan ham giyohvandlikdan aziyat chekkanini tasdiqladi. Biroq u kreditlarni mustaqil ravishda to'laganini va hech kimga zarar yetkazmaganligini aytdi. Ayolning so'zlariga ko'ra, qaynota sodir bo'lgan voqeani erkakning kreditni to'lashini xohlagani bilan izohlagan. Biroq fojiadan 10-15 kun oldin erkak kreditni to'lashni boshlagan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahar sudi akasini Jinoyat kodeksining 138-moddasi 2-qismi va 104-moddasi 3-qismi bilan aybdor deb topib, unga 8 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinladi. Shuningdek, sud jabrlanuvchini kaltaklashda ishtirok etgan marhumning kichik qarindoshini aybdor deb topib, unga nisbatan 6 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlagan. Avvalroq Chirchiqda xaridorni urib o'ldirgan do'kon egasiga sud hukmi o'qilgani haqida xabar berilganda, qamoq jazosidan tashqari unga yetkazilgan zararni qoplash majburiyati yuklatilgan.